Namangandan Olmazor yo'lida kelganda juda hushyor bo'linglar. Men tomon ketishda o'rtada betonga bo'ladi. Qani qo'lingizda karcher bilan Do'rozani bemalol yuvsangiz, qani changi bo'ladimi, qandoqda ketishsangiz bo'ladi. 5 yilgacha kraskasiga garantiya bo'ladi. 1.8 listda 6 million so'm bo'ladi. Bunisi 5 million 800 bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan Do'rozalar bemalol kartelar yo'q. Undan tashqari, xuddi shunaqa klassik fasondagi high-tech bilan kollaboratsiya bo'lgan darvozalarni shuna qizalaydan bo'ladi. Xuddi shunaqa suchatsangiz ham bo'laveradi, yuvsangiz ham bo'laveradi. Narxini boshida aytib o'tamiz. 18 million so'm aksiyaga tushganda o'zini narxi 22 million so'm chiqardi. Shunchalik bo'ladi, 2 qavatli listlari bo'ladi. Taraq bilan qora kollaboratsiya. Xolasalaring Samarqand fason bosh shoxonalar 1 million 350 ming so'mdan biz obunachilarga. Buni narxi 22 million so'm chiqadi. Shu turishi, shundaq turishi. Mana shu yondagi karkaslari bilan hamma yo'q bilan o'pshi. Undan tashqari mana shunaqa qora matviy darvozalarimiz bor. Kim uyiga tushib qoladigan bo'lsa, videoni like bosib, do'stlarda hamda sinfdoshlar gruppasiga qurilish qilayotgan tashlanib jo'natib qo'yinglar. Bu aksiyada 900 ming so'm. Eng arzon darvozalar 500 ming so'mdan boshlanadi 1 kvadrat. Pastda nomer qoldirganmiz. Kimga sifatli, arzon hamda mana shunaqa shunchali darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.